Mana hozir qora tovuzmon bilan vazvazalon ikkalasi urush qilyapti mana. Men nima uchun nimani kelisholmayapti bular tushunmayapman-da. Pamoyim vazvazalon kasal bo'limmi ko'rmaganimmi bu? Yo tiklamoqchimi, yotib qolanda bu. Mana, ha tikladi mana, yordamga kelam bu. Desam yordam bergan yo'q, yana yotqizdi bu. Bu qora tovuzmon nima ish qilmoqchi ekan, ha? Bilganlar aytsin qani. Men tushunmayapman bu nima qilmoqchiligini. Yonida bachasi ham bor mana qora. Bu ham mana nimani kelisholmayapti bular, men tushunam yo'q-da. Chun tushunganlar bo'lsa yozib olinglar qani kommentariyaga.